Xorazm kanalımızda ilk tutuvchilar bugun sizlar bilan birgalikda Xorazm Urganch va bu yem bozorida yemlar narxlarini sizlar bilan bilib olamiz. Videolarimiz esa eldan bir like ni bosib obuna bo'lib ko'raversizlar. Assalomu alaykum og'a. Kunjara qancha so'm oldi bular? 7,5. 7,5? Ha. Evet. Yarışib benim. Qaltanchidan berasiz? 7,300. 7,300? Tonnaga. Tonnagami? Ama nefis. 7,400 kunjara deb tutdilar og'amiz obunachilar. Bemalol ko'rib kuzatib boraverasizlar. Bunlar ham qaytib berasizmi bizani obunachilarimiz? 300 beramiz. 300. Ha, tonnagami? Ha. Qaltani? Qaltaga 400 sattık. 400 mi? Acayip. 7,5. Telefon nomeri ayting asabir. 99. 99 156. 156 256. 256 44 45. 44 45. Aryanta nechta ular? Yine şolka var. Yarinkani ko'raylik bir yandan. Jönüne. Bu ne? Alişer. Yemlerin gel. Bana şu baka yarışib benim. Assalomu alaykum aka. Şolkan hadi. Sho'rqancha so'm bo'ldi? 5000. 5000 so'm? Tonnaga kaçıp versem mi? Qalta qancha berasiz? Qaltaga Ha. shu baqa tonnaga qaytaradi. Qalta ham qaytaring yo bulasizlar. Xalq uchun qayting. Bularning kapaklanchi so'm bo'ldi? 75 dan. Xaltami? Ha. 70 ekanmi? Arzonlar. Yarışib beramiz 70 dan. Ha. Yaxshi. 7,5. Telefon nomeri ayting, dastavkalar bo'lsa. 99 525 8090 telefonlasharasizlar bemalol. Assalomu alaykum. Amasa qanamizda? Necha gazancha so'm bo'ldi bu yerda? Buğday yarma şu yarım kaçıp verirler. Qana buğday ishi Buğday yarma. Ses yarma 2,5 milyon so'm. Tamam, buni. Buna 3,5 var. Buni? Buna 3,5. Ha, apart dastavkalar bormi? Baba. Telefon nomeri aytib qo'ying. 94'lik 94lik 117 117 04 04 tamam. 79. 0479 telefonlasharasizlar. Mana. Qani kunjara egasi bormi aka? Assalomu alaykum. Necha so'm oldi kunjara? Jarama 7400. 7400 so'm. Hamsa. 7400. Aytilan bahodan qaytaradigan bormi? Necha so'm berasizlar? 300. Qalta 300 berasizlar 7300. Yaxshi. Telefon nomeri aytib qo'ying. 94'lik 94lik 234 234 54 44. 54 44 yaxshi. 800'den berasizmi? Assalomu alaykum. Bahanchi so'm oldi? 100 ming so'm o'talam. Ag'a bahasi necha so'm? Nechadan berasiz? 6 5900 beramiz. 6900 beriladi ekan. Biroq necha 5900 bersakmiz? Telefon raqami aytib beringlar. Telefon raqami ayting. 97 510 15 67 telefonlasharasizlar bunachilar. Biroq ko'rsangiz 5900. Assalomu alaykum. Necha so'm bo'lib turibdi? Xo'p, keskin ish ketib turibdi. 700 so'm mana. Ag'a. Assalomu alaykum. Qisqacha batafsil ma'lumotlar berib berasiz. Buğday yarmami? Buğday kepek. Buğday kepak? 2900. Ben falan gidem. Şavatniki. Shavatdagi 2900 ha. Şimdi 2800'den. Ajoyib. 2800. Tamam bir 10 kilo var. Kaltan var mı? Nastapkada mut. Qavolla seni kim edi? Dastavka mı? Telefon nomeri ayting. Az 56 yemik deb ketadi. 99'lik 626 10'lu. 626 10 oluyor. Bular ham shimi kepaklar bormi ichida? Yok şundan salınlar. Shundan shang ajoyib. Misi kepek. Buğday kepak, ha, ajoyib. Qaltani jabarasiz hech qanday batafsil ma'lumotlar berib 68 bak. 68. Bizga obunachilar 65 to'g'ri keladimi? 68 lira. Ha. 70 ming Bo'ldi. so'm ödedi. Bo'ldi, yaxshi. Bo'ldi. O'yna bir 10-15 qalda olsaklardan qaytib berlarmi? Nastapka ketib beramiz hava içinde. Bo'ldi. Salomat bo'linglar. 65'lik haber. Assalomu alaykum og'a. Baholanchi bo'ldi bugungi bozorda. Shurot 6000 so'mdan. Shurot 6000 so'm, ha? Kunjara 7400. Qani kunjara? Vandamang. 7400 so'm. Ha, buni shurotdan olaman. 6000 so'mdan. Ha, 6000 ha. Buni ko'ringlar, mana burasilar. Ajoyib. Bir lightni bas. Yana xaltani necha so'm?
Kalta. Ne o kalta? Xaltanchi so'm berasiz. He kaltam şu. Qaytib berlarmi? 1-2 so'm. He yak bulalım. Yaxshi. Qani telefon nomer aytmanglar. 99'lık 99lik 590 590 1150. 1151 yaxshi. Kunjara Sizin musun? mana. Qani necha so'm bo'ldi kunjara asaba? 7,5 bo'ldi kunjara. 7,5 ming og'a? Assalomu alaykum. Charchagan olmasa qaramisiz? Nafis kunjara obunachilar ko'raverasizlar. Bu xaltanchi so'm bo'ldi? Qalta shundan shu o'lcham. Bizdan bo'lsa 1-2 so'm qayting endi shu o'zini bahasi emas-ku bu xalta qil. Hay. Qalta ichida tutib beramiz sana. Bo'ldi. Ko'proq olsa kelishamiz, dastlabki bor. Yaxshi. Telefon nomer ayting endi. 297lik 97lik 221 221 8341 telefonlashaverasiz. Ajoyib. Assalomu alaykum og'alar. Amasaganingizlar ishlasizmi? Bu necha so'm bo'ldi tutdi bular? Şu son şu. Buğday kepak bular? Buğday kepek. Xalta 75 bin so'm. 75 ta. 75 ta. Qaytaradigan bahomi? Bizden Bizdan bu narsalarga 70 dan berasizlar. yok. İşlemler bu. 200 kaltana adama verilir. Shu yaxshi 200 dan olsalar. 200 kaltana adama. Bo'ldi, 70 ta rang. Bo'ldi. Telefon nomer aytib qo'ying. 99 775 15 numara. 15 ta o'ldirajak. Yaxshi. Yük taşıyın. Assalomu alaykum. Nafis kunjara ancha so'm ekan? Neden oldu bu? 7400 ajoyib. Necha so'm ekan bu bahasi? On beş? Bu 8 mi? Telefon numarayı aytmanglar. 95 95 260 260 20. Şal saman 8, buğday saman 15. Doğru mu? Evet. Yaxshi. Boşlar sen kim? Necha so'm? 4000 so'm? Ajoyib. Bo'ldi, bo'ldi yana. Telefon nomer aytib ketinglar. 88 140 66 76 telefonlashaverasizlar. Izgarlar ham sizlarnimi? Izgar. Bo'ldi, bo'ldi. Assalomu alaykum. Sizlar kim bunaqa qo'shlar? Yok. Alır. Obunachilar yana. Az bundan ham shoshlikdan ham piyozlarni göstergan. Assalomu alaykum og'a. Piyoz necha so'mman? Xalta? Piyaz 300 kalta. 300 so'mmang. Telefon nomer aytmang, dastlabkilar bo'lsa. 99 051 054 35 87. Yaşlarning nasimi bu? Necha so'm mol yashlarga? Assalomu alaykum. Malik yaşı 1000 so'm. 1000 so'm mana. Xalta necha so'm? Qaltalar shu. Ha. Qalta 1000 so'm. Bir telefon nomer aytmang endi. 99 99 623 623 40 98. 4098 ko'raverasiz ishini. Mana. Göm ko'salar ham turadi bu yashir. Ava göm qo'shadi. Yaxshi, salomat bo'ling. Ikkilasini chizim. Assalomu alaykum. 2,5. Piyazı ikilasi 3,5 ming so'm. Telefon nomer aytib qo'ying. Abonachilarimiz 88 88 600 1990 telefonlashaverasiz. Begavat qishlar. Begavat obunachilar yaxshi. Safran qo'yinglar. Bir yere gelseniz şaşırtçılar. Bandırıp giyim bazar.
Shundan Urganch qaydi bu mal, Urganch qaydi bozor. Eng ulu bozorimizdan biri. Sağ olun.